Bir so'z bilan ustozingizni ta'riflang. Ustozim yaxshi. Chiroyli, qiziquvchi. Ustozim juda chiroyli va xushmuomala. Mehribonligidan baqirmaydi. Shirin so'z. Stiker bilan ustozingizni tasvirlab bering. Ber ustozingiz. Ustozingiz qaysi multfilm qahramoniga o'xshaydi? Zumrad va qimmat. Qaysi biri, Zumradmi, Qimmatmi? Zumrad. Chiroyli malikaday. Abboy. Malika Safiya. Zolushka bilan o'lgan onasi. Oppoq. Ustozingiz necha yoshga o'xshaydi? 20 yoshga. 23. 36. 19. 26. 20 yoshda. Ustozingizni eng ko'p aytadigan gapi? Chal. Darsing qil deydi. Uyga vazifani qilib kel. Jumotar. To'g'ri chalish. Jim deydi. Eng ko'p qaysi o'quvchisini yaxshi ko'radi? Meni. Gulruh. Meni bo'lsa kerak. Meni. Hamma o'quvchisini yaxshi.